Смотри, бах нахуй. Да ну нахуй. Новая Рамс, новый Рамс. Йоу. Rossiyada millatchilik avj olgan shaharlar bular Moskva, Peter va shu tomonlar, g'arb tomonlar edi. Mana hozir afsuski bu Vladivostokkacha yetib kelibdi. Do'stlar, kim Rossiyada taksichilik qilsa yoki gruzovoy minsa, xullas ko'chada yolg'iz yuradigan ishda ishlasanglar, iltimos ehtiyot bo'lasizlar. Mana endi yosh bolalarni ishga solishga o'tishibdi. Ko'pchilik bular yosh bola ekan deyapti, lekin videoga olayotgan odam maloy deb gapiryapti. Bundan kelib chiqadiki, bu uyushtirilgan katta bir jinoiy guruhga o'xshayapti. Xo'p, bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Shu bunaqa vaziyatda sizlar ham iloji bo'lsa, qo'lingizga shunaqa persoy balon olib yuringlar. Shu narsani priminat qilish, ya'ni o'zingizga samobaron, o'zini himoya qilish maqsadida qo'llanilgan vaqtda albatta video kamerani yoqib olish esingizdan chiqmasin. Shunaqa holatda iloji boricha sherigingiz bo'lsa, sherigingiz videoga olish kerak yoki o'zingiz shu narsani hatto bir diktofonga ham yozib olsanglar, o'zingizga o'zingiz yordam berasiz. Shuning uchun do'stlar, iloji boricha qo'l ko'tarmaslikka, haqorat qilmaslikka harakat qilinglar. Hammalar ota-onalarga, farzandinglarga keraksizlar, musofirlikda iltimos ehtiyot bo'lib yuringlar. Videoni Rossiyada yurgan tanishinglarga albatta jo'natib qo'yinglar.